Assalomu alaykum hammaga. Siz My Anime News kanalidasiz. Bugungi videoda men sizlarga hammaga qiziq bo'lgan Muichiro Tokito, Yorichi va Kokushibo avlodidanmi yo'qmi aytib beraman. Ya'ni Muichiro Tsukining avlodidanmi yo'qmi shu haqida gaplashamiz. Qani unda qiziqarli videomizni boshladik. Ha, manga bo'yicha rasmiy ravishda Muichiro Yorichi Tsukining avlodidir. Bu tasdiqlangan fakt. Faqat animeda emas, aynan mangada ochiq aytilgan. Muichiro Tokito kimning avlodi? Muichiro Tsukininglar urug'idan bo'lgan. Tsukini Yorichi va uning egizak akasi Kokushibo Michikatsuning asl familiyasi. Demak, Muichiro Tsukini oilasining to'g'ridan-to'g'ri narsidandir. Muichiro Yorichi bilan qanday bog'liq? Muichiro Yorichi Tsukinining uzoq avlodi, ya'ni Yorichi Tsukining nasli Muichiro Tokitoga keladi. Bu manga bo'yicha tasdiqlangan. Muichiro Kokushibo bilan uchrashganda, Kokushibo Muichironi tanib qoladi, chunki uning yuz tuzilishi, ko'zlari va yurish turishi Tsukini avlodinikiga sehrli darajada o'xshaydi. Kokushibo Muichiroga "Sen mening avlodimsan" deb aytadi. Kokushibo Yorichining egizak akasi bo'lgani uchun Muichiro ham Kokushibo ham Tsukini naslidan bo'ladi. Muichiro tabiiy iste'dodga ega bo'lib tug'ilgan. Bu ham Tsukini genining kuchliligi bilan izohlanadi. U 14 yoshda bo'lib turib, o'tidan ancha katta ustunlar bilan teng jang qiladi va ko'plardan juda ham kuchli, tezligi, qilich ishlatishi, aqli bilan. Yana markasi yongach, u bir o'zi 5-oy iblisi Gyokkoni o'ldirib, boshini 50 bo'lakka bo'lib tashlaydi. Muichiro ustunlar orasida eng yosh bir o'zi oy iblisini yo'q qilgan hashira. Agar qiziq bo'lsa, kanalda Muichiro va Sanemening battle videosi bor. Bemalol bu videoni ko'rib olib, kanalga obuna bo'lib, battle'ni ko'rsanglar bo'ladi. Davom etamiz. Demak, Muichiro kimning avlodi? Yorichining avlodimi yoki Michikatsunimi? Muichiro Yorichi Tsukining uzoq avlodi. Kokushibo esa Muichironing to'g'ridan-to'g'ri bobosi bo'lgan. Tsukini urug'i orqali Muichirodagi tabiiy kuch, yosh bo'lsa-da hashiraga aylanishi, bularning barchasi Tsukini qonidan kelib chiqqan. Nega unda buni Muichiro o'zi bilmaydi? Muichironing bobolari Tsukinidan ajralib chiqqan, chunki Michikatsu avlodga katta qoradog' bo'lgan. U ukasidan kuchli bo'lish uchun iblisga aylanadi. Qadimiy nasl uzoq yillar davomida familiyani o'zgartirib ketgan. Shu uchun biz ham Muichironing o'zi ham eng kuchli iblis, eng kuchli hashira va qilich ustasi Kokushiboning avlodi ekanini bilmagan. Jangda Kokushibo Muichiroga qarab, "Sening qoning Tsukinidan" deb aytadi. Tsukini qonini his qilyapman deydi. Shundan ham buni bilib olsak bo'ladi. Yana Muichironing xarakteri ham ularga o'xshaydi. Og'ir vazmin, sokin, aql va sezgi kuchi juda yuqori, potensiali cheksiz. Hech Muichironi Tanjiro bilan ko'rishgandan tashqari kulganini ko'rganmisizlar? Yo'q. Yorichi bilan Michikatsu ham bir marta ham animeda kulganini yoki hazillashganini ko'rmaganman. Bu ham bir isbot. Yana Muichiro o'z avlodini tanib olgani va xotiralari qaytgani uchun ham juda ham kuchayib ketadi va o'z potensialini oshiradi. Va Muichiro tuman nafasining 7-kattasi toza osmon tumanini ishlatib, Kokushiboga haqiqiy va qattiq zarar yetkazgan yagona hashira bo'ladi. Va Kokushibo o'layotganda shunday deydi: "Mening avlodim men bo'la olmagan mukammallikka erishdi" deydi. Va bu so'zlar katta ehtimol bilan Muichiroga aytilgan eng katta e'tiroflardan biri edi. Ammo Muichiro ham ikkiga bo'linib bo'ladi. Xullas, Tsukini oilasidan ikkita o'g'il, Yorichi va Michikatsu chiqqan. Yorichidan avlod yo'q, lekin Tanjironing avlodi uni meros qilib oladi. Michikatsuda esa bunday emas. Unda Tsukini avlodi davom etadi. Tokito oilasi va ulardan Muichiro bilan Yuichiro tug'iladi. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Agar qiziq bo'lsa, shu mavzuda Tanjiro haqida ham video chiqaraman. Bilasizlar, hozir dizaynersiz ish bitmaydi. Shunga sizlarga o'zimni dizaynerni tavsiya qilmoqchiman. Muhammadullohni. Agar dizaynerga ish tushsa va yaxshi dizayner kerak bo'lsa, bemalol Muhammadullohga murojaat qilsanglar bo'ladi. Ichkalarini opsiyaniyada qoldiraman. Va mana Muichiro aniq kimning avlodi ekanini bilib oldinglar. Albatta Michikatsuning. U birinchi oy iblisi Kokushibo. Bugungi videoda sizlar bilan Muichiro haqida gaplashdik va video haqida va animelar haqida savollar bo'lsa, kommentariy ochiq bemalol savollarni beraversanglar bo'ladi. To'qa qiziqarli videolarni chiqaraman. Shu uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib, shunga o'xshagan qiziqarli videolarni o'tkazishimiz uchun qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Bosib qo'ygan bo'lsangiz hozircha xayr. Keyingi shunga o'xshagan qiziqarli videolarda ko'rishguncha. Break it down. Dark Wave.